Bir kuni qishloqda hamma tinch osuda yashab yurgandi. Hamma baxtli, shod-xurram edi, toki bir voqea yuz bermagunicha. Shunday qilib, qishloqqa Mimiker tashrif buyurdi. Bir kuni Stiv g'orda qazishma ishlarini olib borayotgan vaqt uning tanasida parazit paydo bo'ldi va bu parazit Stivning ongini egallab olib, mana shu ko'rinishga keltirdi va bu parazit Mimikerga aylandi. Keyin esa qishloqni vayron qila boshladi. Hujum qildi qishloq. Keyin esa Golem va Mimiker o'rtasida qaqshatqich jang boshlandi. Jang juda shiddat bilan davom etardi. Afsuski, bu qaqshatqich jangda Golem mag'lub bo'ldi va Mimiker Golemni o'ldirib, butun qishloqqa xavf sola boshladi. Endi bu maxluqdan qishloqni kim qutqaradi? Bu qishloqdagi aholini kim asrab qoladi? Albatta men. Men Mimikerni o'ldiraman va bu qishloqni uning qaqshatqich zulmidan ozod qilaman. Golem uchun ham qattiq solaman. Like va obunani bosing va biz Mimikerni o'ldirib bu qishloqni albatta qutqaramiz. Sizlar bilan yengilmas Roblox biz Minecraftga. Xo'sh, har doimgidek biz nima qilishni boshlaymiz? Daraxt kovlashni, daraxt olishni. Daraxt chopish kerak birinchi o'rinda turli xil instrumentlarni yasab olishimiz kerak. Xo'sh. Instrumentlarni yasashimiz kerak. Qo'y-qo'zilar ham bor ekan. Daraxt, mana shu daraxtni kessam ham bo'ladi. Xo'sh, mana daraxtlarni ham qazib oldik. Shoshmanglarchi. Bu nima bo'ldi? Axir bu marhum Golemning, ya'ni o'lgan Golemning temiri va gullari-ku. Mimiker Golemni o'ldiribdi, lekin biz u uchun albatta qasos olamiz. Hozirda esa birinchi o'rinda instrumentlarni yasashimiz kerak. Tunda Mimiker hujumga o'tadi. Bunga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Xo'sh. Mana shu uychaga kira qolaychi. Yotoq bor ekan. Mana. Xohlagan joyimga uxlayman-da yotog'ni olib. Endi bu yerdagi yasab narsalarni yasab olamiz. Birinchi o'rinda kirka yasash kerak. Axir bizda temir bor. Temir instrumentlarni yasaymiz. Qalqon, temir kirka va Mimikerni o'ldirish uchun temir qilich. Qalqon ortiqchalik qilmaydi. Ana endi bolta uchun yetmas ekan. Mayli, tunda shu yerga kelib uxlay qolaman. Mana bo'ldi. Ana endi biz ozuqa to'plashimiz kerak. Qorni och qolganda yeyish uchun. Albatta like va obunani bosing. Buqa go'shtini yaxshi ko'raman-da. Qornim ham ochib qolishi mumkin. Mana bu buqani ham olamiz. Mana bu yerda qo'yni ko'rdim.
Qo'y go'shti ham juda yaxshi. Yana bitta qo'y. Mana bu qo'yni ham o'g'laymiz va ko'ngil qilishlarni boshlaymiz. Foydali instrumentlarni qazib olishimiz kerak. Mana do'stlar, biz yer osti kondan o'zimizga kerakli bo'ladigan narsalarni yasab ham oldik. Ya'ni qazib oldik. Temir, tosh, almas, isklet. Allanat isklet. Mana sen. Bu yerda bor ham tilagina. Onda o'zimizga kerakli narsalarni yig'ib bo'ldik. Ha, u yerda ham qo'rqinchli mahluqlar juda ko'p. Urgimchak to'ri kamon yasashga kerak bo'ladi. Ushbu kondan o'zimizga kerakli bo'ladigan narsalarni yasab bo'ldik. Endi tepaga chiqsak ham bo'ladi. Mana, kecham tushay deb qolibdi. O'zi mimikar hujumga o'tadi. Do'stlar, hozir mimikarga duch kelamiz. Hamma unga qarshi chiqishga tayyormi? Yer osti yo'lini qazish kerak. Hozir hujumga o'tadi. Uning ovozini eshitdingizmi do'stlar? U mimikar. Do'stlar, tunda menga mimikar hujum qildi va qishloqni yo'q qilib yubordi. Keyin esa men mana shu qishki qishloqqa keldim, mimikardan qochib va bu yerning golemiga tushuntirdim. Mimikar yo'q ekanligini va u meni ta'qib qilib, shu qishloqqa ham tez orada tashrif buyurishini aytdim. Bu golem esa menga ishonmadi. Ha, mayli. Uni qanday qilib yo'q qilaman? O'sha yer ostidan topgan branyalarimdan olmos yasadim. Turli xil narsalar. Xo'sh. Mimikar kechasi yana tashrif buyuradi. U qayiqdan baliq tushadi lekin. Ankel. O baliq. Mimikarni men yo'q qila olmayman. Lekin men kallamni ishlatsam bo'ladi. Xo'sh, nima qilaman? Birinchi o'rinda unga tuzoq tayyorlash kerak. U tunda o'zingiz ko'rdingiz, u juda kuchli va u meni o'ldirish uchun yana tunda qaytadi. Uni yo'q qilish uchun tuzoqlar tayyorlash kerak. Hoziroq. Xo'sh, masalan, qanaqa tuzoqlar bo'lishi mumkin? Lavali tuzoqlarmi? Ishqilib biz mimikarni mag'lub etishimiz kerak. Bo'lmasa bu qishloq ham mimikarning qurboniga aylanadi. Tuzoq tayyorlashimiz uchun esa qo'yish. Lava kerak bo'ladi. Uni lavaga cho'ktirib o'ldirsa-chi? Bo'ladi. Lavaga cho'ktirib o'ldirish. Lava tayyorlaymiz do'stlar. Do'stlar, temirchi o'yindan men lava topdim.
Hoziroq Mimikerni o'ldirish uchun uni tayyorlaymiz. Xo'sh. Kun tushdi deb tasavvur ham qilaylik. Mimiker albatta meni o'ldirish uchun yetib keladi. Va u tuzog'imga tushadi. Birinchi o'rinda tuzoq tayyorlashimiz kerak. Mana shu yerda tayyorlasak ham bo'ladi. Xo'sh. Bu yerlarni tozalash kerak. Xo'sh, mana buni qilamiz, bunday qilamiz. Hoppa. Mana endi tuzoqni tayyorlashni boshlaymiz. Tuzoqni tayyorlashda davom etamiz. Mana shuni aylana qilib vulqon tayyorlaymiz. Bu bizga hujum qilish uchun keladi. Vulqonga ham tushib ketadi ekan. Bu yoqqa axir suv bor. Vulqonni o'chirib yuborish kerak. Xo'sh. Bu yerdan qazamiz. Bizga yo'qlar shart emas. Mana shu yerga qo'yamiz do'stlar. Mimiker meni qidirib shu yerga ham keladi. Endi lama qo'yamiz. Asta-sekin tarqayapti. So'ygan. Suv. Bu tur tajribasi edi. Mimiker qavishda keladi va olovda jizg'anak bo'ladi do'stlar. Lava asta-sekin tarqayapti. Bu yerga endi golemni albatta sudab ketirish kerak. Sehrlormani ham yeborish kerak. Endi u qaytadi. Golem, nega tushunmaysan? Mimiker mavjud. U hozir bizga hujumga o'tadi. Biz uni mana shu lavaga cho'ktirib o'ldiramiz. Oltin olmamni yeb olay. Ay golem orqalaqatsan. Okey. Lavaga sen emas. Mimiker tushib kelasizda. Tuzaldingmi? Mimiker keladi va biz uni mana shu yerga cho'ktirib yuboramiz. O'qdingmi? Tun tushishini kutamiz. Golem, jangga tayyormisan? Hozir Mimiker hujumga o'tadi va biz uni o'ldiramiz. Bu hal qiluvchi jang deb o'ylayman. Hozir Mimiker bizga hujumga o'tadi. Tun tushyapti, Golem. Jangga tayyor bo'l. Xo'pmi? Hozir u keladi. Nega menga ishonmaysan? Hozir kelsa o'zing ko'rasan. Qarab tur hozir. Keladi u. Menga ishonmayapsanmi? Hozir kelsin, o'zing ko'rasan. Tun tushdi. Mimiker shu yerda. Chega provat. Golem, menga ishonsang-chi.
Hozir mimiker keladi. Mana uning ovozini eshityapman o'sha yerda. Haylo. Mana u. Mimiker haylo. Olg'a golem, olg'a. Mimiker, bu yoqqa kel. Sen bugun o'lasan. Golem ortimdan. Uni o'ldiramiz. Mimiker, biz bu yerdamiz. Bu yerga kel va halok bo'lasan. Olg'a. Jangga golem. Jangga. Bugun deyapman. O'ldimmi? O'lib ket, yalmas parazit. Mana senga. Mana o'lib ket. O'lib ket, yalmas parazit. Olsun, lanatlar. Gel. Mana senga. Gel lanatlar. Sen ölasan. Mana senga. Hankel, kunduzi bo'ldi. Jangimiz ertalab bo'ldi. Lekin biz ham jang qilamiz. Qo'yil. Do'stlar, biz mimikerni o'ldirdik. Biz uni mag'lub etdik. Asiklar shunday bayram qilayotgan vaqtimda. Hozir men ham qo'daman. Mana senga. Ya bitta zarbadan. Qo'yil. Do'stlar, ko'rdingizmi do'stlar? Do'stlar, biz uddaladik. Biz mimikerni mag'lub etdik. Qo'yil do'stlar. Biz mimikerni mag'lub etdik. Biz uni o'ldirdik. Qo'yil. Yashasin. Qo'yil, biz uni o'ldirdik. Hali ham ishona olmayapman. Afsuski bu qaqshatqich jangda golemingiz halok bo'ldi. Lekin mimiker o'ldi. Endi qishloqlar tinch yashashingiz mumkin. Mimiker o'ldi, lekin afsuski sizni himoya qiladigan golem ham bu jangda halok bo'ldi. Mimiker endi yo'q. Ana endi bemalol yashayvering. Men esa boshqa mahluqlarni qidirib topaman va ularni ham mimikerga o'xshab o'ldiraman. Bu dunyoda mahluqlar juda ko'p. Xayr do'stlar, men boshqa qishloqqa ham xavf solayotgan mahluqni o'ldiraman. Bu dunyoda mahluqlar ko'p. Men esa ularni mag'lub etaman.
Men sizlar tomon ketyapman maxluqlar. Aytgancha do'stlar, albatta bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying va yangi videolar chiqadi. Laykni, obunani bosing video sizga yoqqan bo'lsa. Xayr, sog', omon bo'linglar. Keyingi videolargacha ko'rishib